Selam. Ne? Bekleyin ya. Bekleyin ya. 37-chi do'kon qaysi? 320 mi? 300 ming bersak bo'ladimi? Yangi usta bola kelibdi bu yoqqa. Tayyor basseyn o'zi Jasminaxonga qurilgan ekanda bu. To'ldirib qo'yish kerak-da buni. Qanaqasini olamiz? Salat. Yashilda olamiz salatni. Salatga yashil bo'ladi. Mayda sochli shotka bormi? Boyagi simlimi nimadir nam deyotdi-ku shotka. Jitka boy. Jitka boy kerak emas-ku. Ikkita, ikki xalta kerak, yetmay qoldi. 320 mi? 300 ming bersak bo'ladimi? Yo'q aka, kerak yo'q, buraman. Kelishtirib beravering. Aka, mana so'zi mechop narsalardan emas, opnar qilamiz. Shu yoqdan aniq qilganmiz-da, olganmiz. Mana aka. 320 ming. Mana aziz do'stlar, jitka boylar yetmay qolgan ekan. Ikki xalta jitka boy oldik. Keyin uyni ichkarini bo'yashga kerak narsalarni oldik, ustakalarimiz tayinlagan. Endi boramiz. Ketdik do'stlar, layklarni bosib qo'yamiz hozirdan bitta donadan. Assalomu alaykum. Shirin opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Olib keldik narsalarni. Ovqatim tayyor emasmi hali? O'sha ovqatim kechga qoldi. Ichkari qo'yib ekan. Ko'rmaganlarga boshladim. Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, charchamayapsizlarmi? Sog' omon yuribsizlarmi? Musofirda qiynalmasdan. Xudo xolasa bugun osh bo'ladi-da. Osh narsalarni olib kelganmiz. Zig'ir yog'lari bilan stakalarimizga priprava, ziravor, zig'ir yog', shu narsalar edi faqat. Charchamasdan yuribsizlarmi? Xudo xolasa Dilshod akamizni, Shirin opamiz uylariga yana bir bor keldik, aziz do'stlar. Ishlar avjida, mana ustakalarimiz derazani, atkoslarini olib yotishibdi. Yana yangi bitta usta bola kelgan. Xullas yangiliklar ko'p, ko'rsatamiz hozir. Mana bu narsalarni tushiraylik. Jitka boy. Bu yoqda cho'tkalari bor. Shu narsasi bor endi. Tilib kelishmayapti nima narsa. Xullas kraskaga ishlatiladigan narsalar. Ketdik qani. Mana Xayrulla akamizga ko'zimiz tushadi kelishimiz bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Rahmat. Oynalar qachon qo'yiladi endi aka? Abitdan keyin qo'yamiz, xudo. Abitdan keyin, ha. Aytgancha aziz do'stlar, shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketaman. Biz o'zimiz rozig'ishimizni boshlaganmiz. 3 ta mashina 20 ta $100 pul qo'yilgan. Bitta Gentra, 2 ta Cobalt avtomobili. Hozir biletlar sotilishi davom etyapti. Xudo xohlasa do'stlar, 10-sentyabr kuni start beriladi, ya'ni final bo'lib o'tadi. G'oliblarni aniqlaymiz. Hozir 2200 dona bilet bor, jami 1700-1600 ta atrofida biletimiz qolgan. Bilet narxi 1000 rubldan. Ekranda Sberbank turibdi, shunga pul tashlaysiz. Chekini ishlaydigan telefon nomer, ism, familiya bilan Telegram nomer ham turibdi. Shunga tashlasanglar, sizlarga tez orada bilet beramiz. Omadimizni sinab ko'ramiz. Xudo xolasa, o'shandan tushgan foydani ham mana shu uyga ishlatamiz aziz do'stlar. Mana shu Gentram, o'zimni Gentram. Balonlar yangi qo'yilgan, yangi metan 4-pokoleniya, 90 talik 3-pozitsiya avtomat korobka. Shu Gentram qo'yilgan, 2 ta oq Cobalt qo'yilgan aziz do'stlar. Omadimizni sinab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Xayrli aka. Hormang. Charchamayapsizmi? Bularni qayerga qo'yamiz? Uzatib yuboray. Shundanmidi? To'g'ri oldikmi o'zi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Jitka boy yetmay qoldimi? Yetmay qoladi-da. Shu rangdanmidi? Biz qarab tavakkal oldik. Shuni o'zidan 134 ekan, ha.
ishlar bitib qoldimi? Ichlari ya chotki bo'pti. Hali quriydi bu. Tepa bilan zo'r tushibdi-da patolog bilan. Bir-biriga mos bo'libdi, ha, patologiya. Bugun kechga xona tayyor bo'ladi. Chotki shikolat xona bo'ladi, xudo xolasa. Maza qilib yashaydigan. Ha? Qani ukasi? Mana yangi usta bola kelibdi bu yoqqa. Alaykum assalom. Qandaysiz? Zo'rmisiz? Ismingiz Og'abekmi-da? Ozodbek. Men ikkita Og'abek bo'ldi deyapman. Mana Og'abek. Zo'rmisiz? Charchansizmi? Bormay ishlarmi? Rahmat. Keling, ko'rinmaysiz. Hashar yetib turing-da. Kelib turing-da shunaqa. Dam olish bo'ldi bizda. Charchansizlar. Yaxshi, rahmat. Imonaxon nima qilyapti? Yotibdimi? Damni olib. Qandaysiz, Og'abek, zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Ko'rishib qo'yaylik. Yaxshi, zo'r. Operator bo'lar. Zo'rmisiz? Xolodilnikda turuvdimi go'sht? O'chib qo'ysam bular qo'yibdi. Qotib qolibdi. Buni issiq suvga ana qilish kerakmi? Nima bo'lib qoladi suvga. Ta'mi ketdi. Joni ketadi. Ha. Bular o'z vaqtga kelinglar-da, xudo degan ekanman. Nima qilib Vaqtiga. Ko'rmaganlar, biznes boshi yo'q. Nima cho'milyaptimi bu? Sochlarni yuvib. Ha. Chiroyli qiz bo'lay debdi-da. Bu suv toza suvdanmi shu? Ha. Ha. Issiqlab ketibdi-da. Imonaxon yotibdi maza qilib bu yoqda. Imonaxonni ham tushirib qo'ying qani. Tog'asiga qarayapti. Tog'asi qarayapti deganda. Yig'lamayaptimi? Yo'q. Chivillang haydaydi tog'asi. Mazasi yaxshimi o'zi? Kameraga qarayapti. Teskari emas-da bunaqasi ko'rsatdi. Kameraga. Qandaysiz? Zo'rmisiz? Qani sochiq bormi? Bu yoqda ovqat pishyapti. Yaqindan qilib ko'rsatdi. Osh boshlanibdi o'zi. Tayyor basseyn bo'pti-da. Bu suvdan chiqmayaptimi? Bu suvga tushirmang-da. Mana kachalkadan chiqqan suvga. Yo'q, bu ana zaharli suv emasmi bu? Assalomu alaykum. Jasmina. Cho'milyapti Jasminaxon. Tayyor basseyn o'zi Jasminaxonga qurilgan ekan-da bu. To'ldirib qo'yish kerak-da buni. Chiqarib qo'ying. Chiqarsam. Chiqmaydi, bu cho'miladi hozir. Kameraga suv sepib bormi? Bu yoqda osh boshlanib ketdi. Zig'ir yog'idan osh. Gaz yaxshimi? Gaz bola. Ota. O'sha kuni ko'rgan kelganda Ha, o'sha kuni kim tog'angizmi? Shirin opam tog'alari gaz plitasi bilan gaz balon tashab ketishgan. Yaxshi ishlayaptimi? Gaz chiqmayaptimi endi? Sani yopib qo'ydi, yaxshi. Bektidan ozodlik. Go'sht so'rayapman meni. Bo'ldi, men boraman. Mana Ozodbek boryapti, Ozodbek. Obunachilarga salom deb qo'ymaysizmi siz? Salom. Like bosib, faqat ishlarga omad. Kommentariya yozib qoldiringlar. Kommentariya yozib, Ozodbek gaziga bos endi. Har kuni bu yoqqa kelib tur. Yordamlashish turistlarga deb yozib qoldiringlar, o'qiydi, ha? sog' bo'ling.
Kirib olasiz ishlarni. Hı? Qo'shib kirib olsangiz mana bu. Kirib olaymi? Kamerasiga beraman. Tokyo ochiq choy. Zo'rmisiz Farhod aka? Charchamabsiz. Mana aziz do'stlar, jitga boy. Tayyorlanishini kecha ko'rsatdik, videoda ko'rgansizlar. Mana endi jitga boy. Devorga yopishtirilishimi? O'sha jarayonni ham ko'rasizlar. Samarqanddan telefon qilishdi. Samarqanddan telefon qilishdimi? Ish chiqib qoldi, ish. Aha. Opamiz telefon qilib murojaat qildi. Mhm. Menikini ham qilib berasizlar deb. Ana, zakaz chiqishi boshlabdi o'zi. Gapi. Boraman dedingizmi? Vaqtimga qarayman opa dedim. O'zimizga telefon qilaman dedim. Yaxshi, bular qani? Olsak boraveramiz. Shu Samarqanddan juda ko'pchilik ko'rishar ekanda. Ha, ko'p odam qaraygan bizlarni. Kim qayerdan kuzatyapti? Kommentariyada yozib qoldiringlar keyin. Bu yoqda o'sha Xayrullo akamiz, Akkoschi. Akkoschi akamiz. Charchamayapsizmi aka? Xudoga shukr. Zo'rimizdan. Bugun bu xona 0 bo'lib bitib Xudo xohlasa. chiqadi-da. Derazalardan qo'yib yuboramiz. Mana bu temirlashga qilib qo'yilar ekanda. Mana burchakka. Burchagiga. O'yilib ketmasligi uchun-da. Past ko'tarilib past qo'yilgan. Kecha oluvdik u temirlarni. Qasam bo'ladi. Suyuq. Bo'ladi. Ozgina ishdan bo'ldi. Qaranglar, ancha chiroyli bo'lib qolyapti. Qurisa oqaradi. Ochiladi, oqaradi. Oqaradi-da, hozir nam holiga mana qora-qora bo'lib turibdi. Qurigandan keyin oppoq bo'lib chiroyli xona bo'lib qoladi. Jahongir Media ham shu yoqda. Assalomu alaykum aziz obunachilar, YouTube tomoshabinlari. Bitib qopti-ku. Like-ni bosib qo'yaylik, like-ni bepul joylagan masalasi. Like bossin. Sakalarimiz ham bitirib tashlabdi, mana ko'rsangiz. Xona haqiqatan ham ortiqcha maqtash emas, havas qiladigan darajada bo'libdi. Shunday. Bir xona bo'lsa shunday bo'lsin-da. Ha. Ko'pchilikni qo'llab turganlardan bo'lyapti mana. Kecha urgan joylar nima safar Mana oqarib qopti o'zi. Ustidan ozroq yopilsa bo'ladimi? Suyuq bo'ladi. Mana ikkitasi ichib olib qo'ydim, qarayman. Qurilsin agar Kamchiliklar. ana shuni ashtarab endi quryapti, agar yana 2 kundan keyin bilinadi bu. Hozir kecha O'ziniki mana shu turishda, masalan mana shunday bo'lyapti. Ko'plar mana shu turishni xohlayapti. mana shundaymi? Ozroq. Shu udada endi bu qarang. Kecha qorong'ida qilinganingiz yaxshi ko'rinmay qolgan. O'xshamayapti desa qaraymiz. Ikkinchisi boshlanadi, ustidan yupqa qilib. Mana Ochiq joylari sal-sal. Sal-sal yopib ketsa. Kecha shomga qolib ketdi-da, qorong'ida qolib ketdi. Svet ham kelmadi. Svet yo'q edi kecha. Nega bu taraf bas? Qurgan sari yana tortishib. Ne? Defkini ya. Defkini ne? Ozgina is qoldi endi. Yo'q,
Bilmayman. Ishlang endi, ishlang. Ozodbek qanday bo'lyapti ish? Yaxshi bo'ladi. Charchamayapsizmi? Yaxshi. Endi kelib turasizmi tez-tez yordamga? Har kun shekka bo'laman. Har kirish yordamisiz? Ha, bo'ldi. Obunachi. Layklar bosib turishsa bo'ldi. Layklarni bosib turasizlar, mana Ozodbek har kuni endi shu yoqda ekan. Boya bir hazillashdi-da. Boya bir hazillashdida ketaman. Kunlar shu layk bosishmadi. Ketib qolaman dedi. Layk bosishmasa Laykni bosasizlar endi, laykni ko'proq bossanglar, Ozodbek ham har kuni shu yoqda yordam berib turamiz akalarga. Lekin juda ham bir zerikarli joylar, juda ham issiq, ko'chaga chiqib bo'lmaydi. Mana uyda hech kim ko'chaga chiqa olmaydi. Daraxt yo'q chunki bu yoqda, suv yo'q, issiqda ko'chaga chiqish ham bir qiyin. Qishda bu yoqlar loy bo'ladi, juda ham bir ko'chaga chiqish, shaharga chiqib kelish ham juda ham qiyin. Yashash og'ir, shuning uchun bu yoqlarga suv kelsa, keyin gullab yashnaydi bu qishloqlar. Shu o'rinda aziz do'stlar, bitta narsani aytib o'tib ketaman yana. Kanalimizga 95-96% kishi obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Obuna bo'lish uchun ekranning pastida o'ng tomonda podpisatsiya tugmasi turibdi. Shu tugmachani shunday bosib qo'ysanglar, keyin qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysanglar, sizlarga videolaringiz borib turadi. Keyin podpischilarni ham xudo xolasa 50 mingtaga yetkazaylik. Hasan Himmatov kanalida. Aziz do'stlar, qo'llaysizlar degan umiddaman. Keyin bitta zonadan like bosib qo'ysanglar, videomiz yana ham kengroq tarqaladi va mana shunaqa ishlarimiz uchun foyda bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik bizni kuzatsa, yordam beradiganlar ham ko'payadi. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'yamiz.